Qaso yubka bitishini biz sizlar bilan birgalikda hozir oddiy klassik yubka orqa oldi andozasidan foydalangan holatida bitishni o'rganamiz. Ko'rib turganingizdek, oldindan oldi orqa andozalarini tayyorlab oldim va bizga bu yerda belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Oldi o'rtasi va orqa o'rtasini belgilab olyapman. Demak, bizda albatta biodra liniyalarini ham ko'chirib olgan bo'lishimiz kerak. Bir-birlarining ustiga xuddi shunday qo'yganimizdan so'ng relyef chizig'ini, ya'ni mana shu belda tushirilgan vitichkamizdan to'g'ri qilib vertikalniy chiziqlarni chizib olamiz. Buni biz oldin o'nggi tarafiga, so'ng orqa tarafiga bir xilda qilib ko'chirib olamiz. Ya'ni bu modellashtirilgan liniya bo'lgani uchun qizil rangli markerdan foydalanyapman. Endi biodra chizig'imizdan yoniga qaratib 6 sm tushirib qiyalatib chizib oldim. Buni ham ikki tomonga, ya'ni oldi va orqa andozalarimizda chizib oldim. Endi bizga mato kerak bo'ladi. Matoyimizni olamiz. 90 gradusni ikkiga teng buklab, ko'rib turganingizdek, enini bo'yiga taxlaymiz. Shunda 90 gradusni teng ikkiga buklagan bo'lamiz, ya'ni 45 gradus bo'ladi. Burchak lineykada buni ko'rsatib o'tyapman. Qirqishdan oldin yo'nalishlarini yuqoriga qaratib belgilab olamiz. Biz andozamizni ikkalasini birdaniga, ya'ni oldi orqani birdan qirqishimiz kerak bo'ladi. Bulavka yordamida qotirib olganim uchun yana bemalol o'rtasidan teng bo'lib oldim vertikal chiziqlarni va qiya turgan chiziqlarni ham qirqib oldim. Biz oldin oldi andozani qanday qilib matoga qo'yishni o'rganamiz. Demak, mana shu ko'z turgan joyga oldi andozamni o'rtasini qo'yapman. Orqa andozalarimni olib turibman hozir. Oldinda relyefdan keyingi bo'lagini yuqorida beldagi vitichkalarni yopgan holatda va mana shu ko'z qilib biodraga chizgan liniyalarimizni orasini ochib, xuddi shunday qilib qo'yib, yoniga 2 sm qilib chok bahosini qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, bu qaso yubkamizni biodra sohalari formasini saqlagan holatda keyingina qiyin ketadi. Ko'rib turganingizdek, men bu yerda uzunliklarini belgilab oldim. Shu yerda men bir sirni aytib o'taman. Ko'rib turganingizdek, mana shu buklov 90 gradusda yubkani o'rtasini 2-2,5 sm ga yuqoriga ko'tarib qayta chizib olyapman. Nega deganda, yubkalar tayyor bo'lganda o'rtadagi chiziqlar osilib qolmasligi uchun. Siz bu sohani professionali bo'lmoqchi bo'lsangiz, kursimizga sotuvni ochdim. Kommentariy yoki direktga murojaat qiling.